Assalomu alaykum qadrli kanal kuzatuvchilar. Bugun biz sizlardan Samarqand viloyat madaniyat va tarix muzeyidamiz. Madaniyat va tarix muzeyidamiz. Samarqand davlat. Boshlab xaritadan boshladik. Deganda. O'zbekiston sportchilarining erishgan yutuqlari, nagrada o'zbekiston sportsmenov, awards of Uzbek athletes deganda. Bu haqda hamma biladi. Samarqand shahrining 2700 yilligiga bag'ishlangan oltin. Samarqand shahrining medalida bu. Namunaviy uy-joylar maketi. Oyna ichiga joylashtirilgan. Ajab emas, bizning qishloqlar ham yaqin 100 yillikda mana shunday bo'lib ketsa. Ya, rasmlar. Mustaqillik yillarida yangi qurilgan, obodonlashtirilgan inshootlar. O'zbekiston obidalarining durdona bitiklari, ma'naviyat yulduzlari, diplom. Qadimiy niqoblarda boshlanish. А там какое отделение, если? Наверху? Да. Там картины и Сюзанне, ковры. Спасибо. Картины Сюзанне на втором этаже. Мы сейчас пока на первом этаже. Наши национальные музыкальные инструменты. Он, оказывается, видел с ее днем рождения, мама сказала, она мне написала несколько слов. То есть у нас кулачилик. Я сказала, мне вообще даже Кулачилик. То есть это на русском будет. очень огромное терпение. Сейчас скажу, как я вспомню. Начальный человеческий вид. Да, я написала. Boshlang'ich odam ko'rinishlari. Qadimiy tosh qurollar. Qadimiy tesha. Toshdan yasalgan tesha. Toshdan yasalgan tesha. Uch qurollar. Mana bu toshlar ham qaysidir maqsadda ishlatilgan. Toshga o'yib chizilgan rasmlar. Hayvon rasmlari. Tosh pichoqlar. Мне дали память. У меня Sinib qayta tiklangan, chala tiklangan я ни с кем не общалась. buyumlar, Он не ошибся. idishlar. Все, я для себя это свой фини, пожалуйста, положу. Dunyo sivilizatsiyasi o'choqlaridan biri. O'zbekiston. Uzbekistan один из очагов мировой цивилизации. Uzbekistan is one of the centers of world civilization. Mana o'sha qadimgi sopolchilikdagi idishlarimiz. Ota-bobolarimiz ishlatgan idishlar. Qadimiy idishlar, qadimiy qurollar, to'qish asboblari, mana qadimiy o'sha bo'yinga taqilgan bo'lsa kerak, katta ehtimol bor. Mana nayzani 3 dona bor, pastdagi. Mana shu nayzani uchiga qo'yilgan uchlar. Kirsa odamni g'irch etib qo'ygan badaniga o'ldirmay qo'ymaganda. Uchiga zahar sut jo'natgan. Мои дети должны пахать. Qadimgi maqbara deydi, yo'q, maqbara emas. Madrasalarning o'sha zamonlardagi madrasalarning pastdagi fundamenti bo'lsa kerak, tepadagisi endi o'rniga joylashuv. Qanday qurilganligi, maketlari, chizmalar. Qadimgi pullar. Mesopotamiya deydi-ku. Sezar davri, Rim davridagi va o'zimiz davrimizdagi qadimgi pul birliklari. Bu O'zbekiston davlat va tarix muzeyi Samarqand shahrida joylashgan. Mo'ljal Pavorot. Pavorot desangiz, ko'ram topib keladi bu yerda. Ular ham paypasda topib qo'ygan. Haykalchalar va qoldiqlar. И вот еще наши
Старинные национальные наши skulptury. Bizning milliy eskicha birinchi yasalgan haykallarimiz. Lekin uncha islomiy bo'lmagan haykal ham bor. Buddaga o'xshab ketadi. Bular barisi loydan yasalgan. Albatta. Shu zamonlarda naqshinkor haykallar. Ayrton frizlari nusxasi ohaktosh eramizdan avvalgi 1-asr Ayrton yodgorliklari. Kopия фриза с изображением музыкантов. Первый век до нашей эры. Deb qo'yibdi. Vika. Supa. Tabiiy bo'yoqlar. Eramizdan avvalgi 2-1-asrda Qoratepa yodgorligi Surxondaryo. Surxondaryodan topilgan supa emish bu. Nima maqsadda foydalanilgan? Batafsil yozilmagan. Yo'q. Buddistlar supasi, stupasi ekan. Yo'q. Hozirgi mana narsa haqida yozilgan. Bu yerda endi. QR kod orqali batafsilroq ma'lumot bo'lishi mumkin. App Store va Google Play'da. Mana bu endi Otashparastlar ibodatxonasining ustunlari 3-6 asrlar. Yerqo'rg'on, Qashqadaryo viloyati. Himoya uchun ichiga ko'kaklar solib qo'yibdi. Himoyalash vositasi. Himoyalash maqsadida. Tak. Odam tasvirlangan friz. Parcha. Qashqadaryo viloyati Yerqo'rg'on shaharchasi. Va yana fragment Teraktovo friza. 3-4-asr Городище Yerqo'rg'on Qashqadaryo oblasti. Shunaqa idish. Katta xum mahsulot saqlash idishi. Soqolga yasalgan. Anchagina chuqurgina. Bu yerda esa kulolchilik idishlari majmuasi. O'sha zamonlarda 2-asr, 3-asr, 4-asr haqiqiy nusxalar. Bu yerda qo'ldan yasab kopiya qilinmagan. O'sha haqiqiy fragmentni o'zi. 10-tepa yodgorligi arxeologiya ashyolari yerimizdan avvalgi 2-asr, yerimizning 4-asrlar Toshkent viloyati. 10-tepa. Xanjar toshdan yasalganmi? Yo temirdanmi? Bir qarashda ko'zga noma'lum. Bir qarashda hozirgi kundagi o'zimizda kulollar ham yasay oladi, lekin bularning yasalgan tarixi, yili, paydo bo'lgan yasalgan davri o'ta muhim va juda qadimiy. Shuning uchun bular bu yerda turibdi. Shunisi bilan qiziq bular. Yoshi keksa bular. Juda qadimiy, kovlab topilgan arxeologiya qidirishlar, izlanishlar oqibatida topilgan. Eng qizig'i yana Amir Temur bobomizdan avval yashab o'tgan odamlarga tegishli buyumlardan bular. Temur bobomizdan avval. Temur bobomiz 700 yil avval yashab o'tgan bo'lsa, uzog'i bilan ulardan avval yashab o'tgan odamlar buyumlari bular. Turkiy xalqlar qabrtoshi Toshkent vohasi 4-asr. Nagrod 5 тюркских народов Ташкентский оазис 4 века. Там
Tamam. Hinduni To'rtinchisi qabrtosh ekan, tugilmas. qabrtosh. Odam rasmga o'xshab ketgan. Mana qo'l, mana bosh, mana shunaqa. Demak, o'sha paytlardan odamga xotirasiga bag'ishlab qabrga haykal qo'yish shu paytda ham bo'lganda, ko'ryapsizmi? Tipa haykalini tasvirlamoqchi bo'lganda juda o'xshatib olmasan, ko'ryapsizmi? Toshdan qilingan-da, toshdan. Ha, tosh mana, haqiqiy tosh bu. Odam tasvirini kiritmoqchi bo'lgan yerda. Qandaydir bir mashhur, o'ziga yarasha bir aziz odam bo'lganda. Qopqog'i. Qopqog'i Zartepa, Surxondaryo. Ular qopqoqlar. Asli misli. Va qadimiy. Misdan yasalgan mana bu. Qonliyostepa yodgorligi arxeologiya materiallari Surxondaryo viloyati eramizdan avvalgi 2-1 asrlar. Suyak dastami. Antik davrga oid. Video boshida men shuni aytmoqchi edim. Keramika idishlarida bular ruschada, они называются на русском языке керамические посуды. Вот я хотел что сказать. Ceramic dishes bo'ladi inglizchada. Dubulg'a deydi-ku, dubulg'a, kaska hozirgi kunda, himoya shlemi. Yangilar o'sha paytda aytgan. Bu haqda silindr simon sopol idishlar, avvalgi 6-5 asrda Pishaktepa, Surxondaryo. Surxondaryoda qadimiy joylar ko'p ekan, topilmalar. Va hozir danli momentda 19 gradus issiqlik. Higrometrda. Hozir mana bu idishlarning o'rnini bizlarda yelim idishlar egalladi. Plastik idishlar. Bronza qozon 4 tutqichli. Sharsimon shaklda 7 suv miloddan avvalgi 2-1 asrlar. Котел бронзовой полусферической формы с 4 вертикальными ручками. Семиречье. 2-1 веки до нашей эры. Ruscha inglizchasini o'qishim shart emas sizlarga. Bronza. Bo'pti. Kechirasiz. Teginish mumkin emas ekan. Odam qoldiqlari. Haqiqiy odam qoldiqlari. Jez davriga oid dafn ko'rinishi. Samarqand viloyati Chakka qishlog'i. Erimizdan avvalgi 14-asr. Вырезки из погребения Samarkandской области. Erimizdan avvalgi 14-asrdan qolgan odam qoldig'i mana. Qo'lda qandaydir bilak uzuklari ham bor. Shu xudo bo'lsa shu qiz bolani, ayol kishini tanasida bu. Qo'lda taqinchoqlar ham bor. Kisham bo'lmasa kerak-ku endi. Kisham emas, taqinchoqda chiroyli-ku endi. Eskiz. Jez ko'zgu va bilak uzuklar. Bilak uzuklar. Erimizdan avvalgi 12-11 asrlar. 11 asrlar. Baxmal tuman Jizzax viloyati oyoqchali sopol idish. Mana uni aytmoqchi edim. Oyoqchali sopol idish. Mirror and bracelets, bronze and 12th, 11th centuries, Bakmal region, Jizzax area, ceramic vessels and large 12th, 11th centuries, Bakmal region, Jizzax area. Deb o'qiladi, agar sizga qiziq bo'lsa. Вот он, второй этаж, second floor. Ikkinchi etajda so'zanachiliklar, bunday to'qimachiliklarimiz. To'qima buyumlar. Men hali bu tomonga o'tmadim hali, eng qizig'i. Bu tomoni hali to'la. O'sha zamonlardagi bizlar ajdodlarimiz egallagan yerlar. Xonliklarimizni
egallagan yerlari mana shular. Bu haqda ko'p hozirgi kunda tarix bilan o'qiyotgan yoshlarimiz qiziqish kerak, bilish kerak. Xorazm va O'kuz daryoni Amudaryo o'sha paytlarda O'kuz deb nomlangan bo'lyapti. Sirdaryo esa Xazard. Turk xoqonligi mana hozirgi Qozog'iston yerlari ham Turk xoqonligiga qaragan. Qadimgi boshqirlar, hozirgi Ufa teparoqda. Tobol daryosi, Ishim daryosi, Tobolligacha qolgan, Irtishligacha qolgan, Ob, Beya, Itil. Hozirgi nom bilan bog'labdi endi bularda. Beya o'zgargan lekin. Itil o'zgargan boshqa, Yayla bor ekan mana. Mavaron Nahr. Mana. Mavaron Nahr debdi bu yerda. Nasaf hozir ham bor. Termiz, Marv, Niso, Mashhad, Sari, Balx, Karron, Xo'jand, Koson, Samarqand, Buxoro, O'zgan hozirgi O'zgan Qirg'izistonda. Taroz, Kosonsoy. Koson bu menimcha hozirgi Namanganda bo'lsa kerak. Qashqadaryoda ham Koson deb eshitganman ba'zi paytlarda. Issiqko'l, hozirgi Issiqko'l. Qozog'istonda. Yo'q, Qirg'izistondamikan? Ana shu yerga adashamanda. Sharqiy Turk xoqonligi bu tomonda. Ko'rsataylik shu narsani. Va tangalar. Ko'rsatamiz tangalar. Tangalar naqshlari, ularda ko'rsatilgan tasvirlar ko'pincha ko'pchilikka qiziq bo'ladi. Mana. Birinchi tangani tasvirini ko'rsatishga harakat qilaman hozir. Ekranda endi bu darajada tiniq emas. O'zingiz kelib qarasangiz ham bu darajada tiniq ko'rinmaydi. Oyna orqasidan ko'rasiz. Birinchi tangani ko'rdingizmi? Birinchi qator. Polностью mana shu. Birinchi qatorda 5 ta tanga bor. Va bu haqda. Birinchi qator tangalar Samarqand Sug'd Ixshidlar 7-asr boshi. 8-asr oxiriga tegishli o'sha paytlardagi pul birliklari. Ikkinchi qatordagi tangalar kumush tangalarga o'xshaydi ko'proq. Tangalar Drahma Markaziy Mavron Nahr Buxor hududlar 7-asr boshi 8-asr. O'tish davrlari. 3-qator tangalar Qashqadaryo Sug'di Kesht 4-5-asrlar, 4-qator. 4-asr. O'sha odam ta'siri kiritilgan. Beshinchi qator. O'tadigan bo'lsa 5-6 qator. Ko'p haqda birdan yozdi. 5-6 qatorlar. Qatorlar Eron Sosoniylar 4-7-asrlar. Ularda ishlatilgan tangalar. Va yana odam qiyofasi tushirilgan haykallar, topilmalar. Kuyov Qo'rg'on shaharchasidagi turar joy bo'rtma, gorelyef, bezak bo'laklari, 5-asr Surxondaryo bo'laklari. Quyidagi buddaviylik ibodatxona me'moriy bezaklari 7-8-asrda Farg'ona viloyatlari. Farg'ona viloyatiga tegishli buyumlar ham bor. Bu yerda nima ta'sirlamoqchiman? Odam ko'rinmoqchiman. Bezaklarlar, modern asrga bezaklar. Naqshinkor narsalar. Bu haqda yozilmagan, shuncha berilmagan. Sopol haykalchilar Buxor hududlar saroyi.
12-13 asrlar. Varaxsha shaharchasi, Buxoro viloyati. Varaxsha. Ayol qiyofali ilohaning soqol haykalchasi. 7-8 asrlar. Ayaztepa shaharchasi, Buxoro viloyati. Ayaztepa shaharchasi, Buxoro viloyati. Pastdagisi. Me'moriy bezaklar. Binoni bezab turuvchi me'morlik bor. Qadimiy bezaklarimiz. Bular ichida eng diqqatga sazovor va chiroyli va murakkab yasalgani mana bu ekan, menimcha. Loydan, chista loydan yasalgan. Toza loydan yasalib, shunchalik saqlanib qolgan biz davrimizgacha. To'proqqa aylanib ketmagan, qarang. Sopol buyumlar majmuasi 5-4 asr Afrosiyab Samarqand. Комплекс керамических изделий 5-4 веков Afrosiyab Samarqand. O'zimizda topilgan Afrosiyabda. Bunda to'rt pishirganmikan? Ya taxminlar bu. Fikr deydi-yu. Ana ko'proq bu yoqda yana. Xorazm Buxoro Qoraxoniylar davlati. Mana sariq hududga kiritib qo'ygan davlat Qoraxoniylar davlati deyilyapti. O'sha paytlarda Qoraxoniylarga hozirgi kundagi Issiqko'l, Qirg'iziston polностью kirib ketgan. Murg'ob, Erkent, Xo'jand, Tojikiston ham to'liq kirib ketgan. Hazoras, Urganch, Orol dengizigacha, Yangikent, Tojikiston to'liq kirib ketgan ekan. Qoraxoniylar. Bizlarda mana shu ota-bobolarimiz boshlab ajdodlarimiz shu yerlarda paydo bo'lganda. Va dirham tangalar. Ummaviylar birinchi qator. Ummaviylar va Abbosiylar dirhamlari. 8-9 asrlar. Tepadan pastga sanaganda. Ummaviylar va Abbosiylar tangalari. Baribir tiniq ko'rinmaydi, oldidan qaramasa. Endi tanga zarb qilingan naqshlar ham bormi deyman. Tangani ezishtirilgan. Bu ham qandaydir pulga oid narsa-da bu ham. Pulni o'rniga to'langanmi mana shu tangani izi qo'ydagi. Bir tegishli joyi bor-da. Kulolchilik buyumlari. Maloga hayron qoldim o'rtada. 3 ta shoxi bor. Bu shamdon. Bu shamda tosh nishoni o'rtasiga moy solib qo'yib 3 ta olov chiqarilgan paxtadan. Mana shundan sham yoqilgan bu shamdon. Yorug'ligida foydalanib kitob o'qishgan odamlar. Nima deydi boshqa nima deymiz? PUBG o'ynagan demaymiz. Mana shunaqa. Shu paytlarda kichik bezaklar, shunchalik kraskalar bilan bezagan. Hozir bezakli idish parchasi. Eng chiroylisi mana yashil ekan.
Shamda yana bir ko'rinishi. Suyutilib pul ekan buni. Sozlab qo'yish kerak. Nazar ilovasini bepul yuklab oling. Download Nazar app for free. Mana metal idishlar. Bronza misdan yasalgan shu zamonlarda o'zini idishlar. Qoshiq ham bor ekan. Kichkina qoshiq. Naqshinko'l qoshiq. Boylar, o'sha zamonlarning boylariniki bo'lsa kerak. Metal buyumlar majmuasi. Yozuv bezakli idish parchasi. Samarqand Afrosiyob. Bolalar o'yinchoq sopol idishlari. Bolalar o'ynagan ekan mana bular. 10-11 asrlar. Bolalar o'ynashi uchun ham shunchalik bolalarga o'yinchoq yasash shulardan boshlangan. O'yinchoqlar bolalar uchun sopol idishlar. Mana qidirish, qo'g'ircha. Qoyili. Madaniyat bizdan rivojlangani shuda. Mana shular asos bo'ladi, dokazat bo'ladi, isbot. Mana. Bular nima deyish kerak? Bular suyakdan yasalgan buyumlar majmuasi. Bularda bizlarda odamlar yasamagan, shu bizlarda hududda yashagan boshqa millatlar odamlar yasaganda bu. Shulardan qolgan qoldiqlar. Shisha idishlar majmuasi. KDV lekin. KDV shisha idishlar. Oho, shisha. O'ta ham malinkida. Mana shunisi qarang. Uni oldida qo'lim qanday bo'lib qolyapti mana. 3 santimetrda mana shu idishning kattaligi. Mana shu idishning kattaligi 3 santimetr juda borsa. Mana bu ham kattaligi juda bo'lsa 3 santimetr. Mana kattaligi. Ko'ryapsizmi kattaligi? Mana sizga tushunarli bo'lishi uchun mana. Mana shuncha oraliq. 3 santimetr katta emas. Mana bunisi esa 15 santimetr bor ekan. Bunga endi to'g'ri ko'z o'rgangan. Shu paytlarda shu ishni yeritib bu ham 3 santimetrdan katta emas. Qoyili. Yo'q, hech narsa yo'q. Bular ham shu sopoldan yasalgan shamdonlar, idishlar, taqinchoqlar. Shu zamonlarning boylari taqqan taqinchoqlar. Yaqinroqdan ko'rsataymi? Zodagonlar deydi. Toshlar o'yib mana. Yo toshdan yoki loydan yasalgan. Pastdagi katta emaydi. Mana o'zi toza murakkabda. Dona chiqar. Aferin. Prosta til ojizda bularga sharh berishga. Nima deyishga til ojiz. Qurilish shoulari. Qara. Shoul. Atvest deymiz bizlar. Shoul atvesti o'sha paytlardagi boshlang'ich ko'rinishlari. Строительный отвесы камень. Mana sizlarga shoul hozirgi kunda ko'pchilik ishlatmaydi. Shkatulkada ba'zi odamlar ishlatadi. Shuni 5 xil ko'rinadi. Mana
katta ehtimol bilan tagi teshikda buni. Jip tiqilgan qanaqadir. Va ilingan jip bilan. Aferin. Me'moriy bezaklarning qoldiqlari. Me'moriy yodgorliklar, bezaklar. Eksponat restavratsiya. Restavratsiyada qayta tiklashda. Bu kiyim chog'i. İpakdan tikilgan bolalar yaktagi. Shohizinda majmuasi Samarqand. Ortada mana bu ham ko'rsatib o'tib ketay. Ortada mana shu yerda. Yana tangalar. Ulug'bek fuluslari xazina Ishtixon tumanidan topilgan. O. Miri fulus Temuriylar davri tangalari 14-asr 15-asrlar. Tepadagilar bor. Mana Temuriy davriga qarashli. Tepada mana shu. Katta yashildagilar. Temuriy davriga tegishli, ammo pastdagi mana bu esa xazina deyilyapti. Xazina Ulug'bek davri fuluslari. 1428-1429 832 yillarning 1984 yilda Ishtixon tumanidan topilgan. Ishtixon, горжусь с тобой. Sen bilan faxrlanaman, Ishtixonim. Mana. Va yana bu haqda metal buyumlar majmuasi. Kompleks metallических предметов 14-15 веков Samarqand. Kimda qanday fikr? Nima bular? Nimaga foydalanilgan bular? Eshik taqillatgichmi? Eshik taqillatadigan. Men shunaqa deb o'yladim. Eshikka darvozaga ilingan. Yana kimda qanday fikr bo'lsa, kommentariyada yozishingiz mumkin. Bu qo'ng'iroq bo'lsa kerak. Nimagadir foydalanilgan mana shu 8 burchakli idish. Mana bezak. Mana shularni men eshik taqillatadigan baqir chaqirilmagan, taqillatilganda. Taqillatsa ham ochmasa keyin chaqirilgan. Bu nima edi bu? Ostodon, Qo'shrabotdan topilgan. Osvari. Ostodon. O'zbekiston davlat tarixi va madaniyati muzeyi Samarqand shahrida joylashgan. Mo'ljal Pavarot. Katta xum. 200 litrdan kam suv ketmaydi bu. Hozir chiroyli yashadi. Qanday qadimiy idish ushlab ko'ryapman, buni bilsam lekin o'xshadi. Ay. Qo'ya. Zangam deyman. Qamchi ham bor. Yaxshi joylar borda. Bezaklar. Jangchilar sovutlari. Rasmga tushaveringizlar. Men shit qilyapmanmi? Ha, bu taraf. Jangchilar sovutlari. Oyoqda защитник yasash shu paytlarda ham bor.
Qo'lda zash degan bor. Tirsak orqasidan kiydi. Nima qilich kuni bilan deb qo'yibdi. Qilich ham bor. Ikki tomonlamani bolta. Bronzadan yasalgan. Bolta Buxorodan topilgan. Gurji 4-inchisi. 4. 4. Mana 4. Gurji deb qo'yibdi. Yog'och dastani. Ikki o'tar miltiq. Buklanadi. Chunki o'q solinadi. Va duf. Mushketning boshlanishi mana. Bu mushket dedim. Piltali miltiq 5-chi. Piltali miltiq deb qo'yibdi. İçini sim bilan tozalaymiz. Zangi. Oddiy va og'ir boshlanishi. Otni bezaklari mana. Otni oldiga taqilgan bezaklar. Qadimiy bezaklar. Mana oldiga taqiladi. Egar, qadimiy egar. Shunday gaplar. Jul. Ot yoqinchig'i. Ot kiyimi. Otni qadrlash shu zamonlardan boshlanadi. Otni qadri. Tangalar. Juda ham mayda tangalar ekan bu. Kuymadan ham kuyma qatori bor o'zi. Xiva xonligi Buxoro amirligi xeylar deganlagan qora chiziqlar bilan ko'rsatilgan. Qo'qon xonligi to'liq Qirg'izistonni egallagan bo'lgan ekan. Endi Buxoro amirligi borib Suzak Oqmachit degan joylar bilan mana shu Sarisuv daryo bilan chegaralashgan. Mana shu daryoning nariyog'i boshqaga qaragan, daryoning beriyog'i Buxoro amirligiga qaragan. Hozirgi Turkiston Buxoro amirligi hududida bo'lgan Turkiston. Turkiston hozirda Qozog'iston hududida qolib ketdi. Avliyootalik bo'ldi. Chimkent. Mana bizlarga fakt va isbotlar. Raim degan hozirgi kunda Raim menimcha Baykonurga qaraydi, yani Raim. Baykonurda atroflarida Qozog'iston hududlari, Ko'hna Urganch, Qo'ng'irot, endi ular o'zimizda qoldi. Buxoro, Amudaryo, Baxsh, Sherobod o'zimizda qoldi. Shahrisabz, Dushanbe, Qunduz, Balx Tojikistonga qaraydilar. Qo'qon, Marg'ilon, Andijon, O'ratepa, Qorategin. Darvoz Roshan, Sho'g'non, Vahom, Badaxshon, Pomir, Qashqadaryo, Turkiston. Qoya. Endi tangalarni haqida qisqacha o'ylasak, qadimiy tangalar, Buxoroning tangalari. Fuls mang'itlar Buxoro tangalari. Tanga Fuls minglar Qo'qon. 19-asr oxiri 20-asr boshi bu. Yaqin o'tmish 19-asr 20-asr boshi. 3-qator. Yaqin o'tmishdagi ishlatilgan tangalar. Qo'qon xonligi. Mana shu. 3-qator. To'rtinchi qator. Tanga Fuls Qo'qon Qo'ng'irotlar Xiva 19-asr 20-asr boshlab. Bu degani 1850-yildan keyingi va 1920-yilgacha faqat Sovet hukumatı o'zini ta'sirini o'tkazguncha ana shu tangalar bizda amalda qilgan. Mana Xiva xonligida. Mana shu tangalar.
mana shu tangada pul deb muomalada bo'lgan. Поднимаемся на втором этаже. Mana xudo xolasa muzeyimizga lift qurilyapti. Ichida svarka ishlari ketyapti. Mana narada o'rnatilyapti. Lift xudo xolasa ishga tushsa zamonaviy bo'lib ketadi ancha. Pastdan boshlab chiqaveradi. Odam ishlayapti pastda. Va tepaga chiqaveradi bari shunday. Hozircha zinadan chiqib turamiz. Pavel Denkov va uning ijodiy maktabi. Haqiqat. Abdullayev yer farzandlari deb mato bo'yoq, lattaga chizilgan kraska. Kraskadan chizilgan rasmlar. Raqqos Abdullayev aktrisa Tamara xonim portreti. Tamara xonim. Qishloq. Yo'q, shu davrlarning shahar ko'rish. Kavalyevskaya chizgan ekan. Kavalyevskaya zama, kuz ko'cha. Ko'chada kuz ko'rinishi. Abdullayev SF tog'lardagi manzara 80-yilda chizilgan. 70-90 rasm ekan. Timurov Samarqand 30-ye годы 30-yillardagi Samarqand. Razikov manzara kuz mata moy bo'yoq. Rosa-rosa chizilgan ekan bu yerda. Ajratib olish qiyin rasm ekan. Mana lekin picha tortadi rasm. Rasmda rasm chizayotgan odam. Kavalyevskaya. Ahmedov R.A.ning rassom Salimjanovaning portreti. Salimjanova degan qiz ekan bu. Bu portret rasmi bu. Ko'rsatibdilar ekan. Qizlar o'tirib hangama qilishib soch o'rishyapti. Kavalyevskayaning rasmi. Ahmedov tog' gullari. Qishloq hayoti. Qishloqda tuya tegirmon aylantiryapti bu yerda. Tegirmon aylantiryapti. Shu nimadir mana shu aylantirgan tegirmoni bilan manoda aylantiryapti charxni. Bu keyin pastda nimanidir aylantiryapti. Harakat uzatilyapti. Mana ular mana shu turbadan nimadir chiqadi. Men bu haqda tushuncham kamroq, ochig'i. Bilganlar yozsin kommentariyada. Bu haqda Xorazmdagi chig'ir, mato bo'yoq. Chig'ir deb, mato bo'yoq. Timurov, Afrosiyatdagi bahor, Afrosiyatda bahor. Quyosh bahor, quyoshli bahor. Mana bu rasm. Chindan ekan, shedevr rasm ekan. Kartina ekan o'zi. Odam havas qilasan shunday rasmni oldida turganiga, vataniga. Faxrlanasan. Tirik qilib chizib odamlar bor aslida. Tirik. Shu rasmni ichida yurgandek, shu hayotga tushib qolgandek bo'lasan. O'sha davrlar hayotini, o'sha davrlar taxtini, shu davrlar haroratini, shu zamonni, o'sha davrlarning nima deydi? Azobi, uqubat, rohat va farog'atini his qiladigan, oz bo'lsa ham shu zamonga soladigan joyda bu zal. Ozroq bo'lsa ham.
Buxorodagi choyxona 1929-yillar holati. Mahsulotda chizilgan. Choy ichib o'tirgan otaxonlar. Buxoro shahrining 29-yildagi holat. 1929-yilda. Почти 100 yil avvalgi holat Buxoroda. Benkovning Vatanda bahor nomli asari 42-yilda chizilgan. Baxtiyor oila ko'rsatilgan bu yerda. Bolasini erkalab turgan ota va unga qarab turgan ona. Hovlida bahor. Ikki ayol suhbati. Dugonalar ekan bular. Mato, bo'yoq. Biri 94 ga biri 35. G'alaba haqidagi xabar tug'ilib o'sgan qishlog'igacha yetib keldi. 45-yil. Ikkinchi jahon urushi tugaganligi va Sovet armiyasi bunda g'olib chiqqanligini eshitgan oddiy xalq buni qanday nishonlayotganini tasvirlagan rassom Benkov chizgan buni. Benkov rassom bo'lgan ekan, mashhur rassom. Yildagi o'zbek xalq. Suv sotuvchisi 1929-yildagi. Benkov endi mana qarang, 45-yilda mana beradi. 45-yilda tasvirlagan. Bunda esa 29-yilda tasvirlagan. Endi shundan bilinadiki, Benkov 20-asr boshlarida yashab ijod qilgan rassom. Bozor, soyabon, qandaydir imorat, qaysidir Registon endi bilmasam. Butilkalar, shisha ishlar, mana ular ham qandaydir satil. Qanday idish? Yo'q, satil emas. Buning uchun muzning ichida muzni haydamaganda. Eng qizig'i, muzga idishlar solib qo'yganda. Xaridorlar, sotuvchi va yana bu odam ham shu suv sotyapti. Mana odamlar nima bilan shug'ullanayotganligi yaxshi ko'rsatilmaganda. Mana bu yer ham bozorga o'xshaydi. Bozor. Xivadagi sabzavot bozori mato bo'yoq. 1 yillik turga 230 qilib chizilgan kattalikda. Sabzavot bozori, ha. Uzoqdan tushunish uchun endi mana bu odamlar ko'kat sotyapti. Yashil narsalar barcha ko'kat. Xivadagi o'sha cho'girmani kiyib olishgan barisi xorazmcha urf-odat, kiyinish urf-odati. Galing og'a, nima ishlayapsiz? Jonlimisiz deyishi barisi mana. Ana odam eshak ushlab olgan. Eshakni yetaklab. Qo'lidagi shu ya ko'k piyoz yoki chesnok. Buni bari shu ko'kat bozor. Mana qo'lida shu sariq bir narsa ko'tarib yuribdi. Qovunmi? Rasmlar. Chiqib ketdi bu. Men vaqtim chegaralangan. Ketaman endi. Ko'rsataman. Gap eshitmaysiz, savob ish qilyapsiz. Rassomda o'tirgan o'sha. O'tiribdi rassom. Bu yerda mana boboy ena bolaga qo'shiq chalib, musiqa chalib beryapti dutor bilan. Chekada suv oqib o'tyapti. Eskicha uylar. Mana bu yerdagi sho'xshodon oila, baxtiyor oila tasviri. Tepada voyish, soya tushib turibdi hovliga. Charpiya chekishgan ekan.
Boboy o'tiribdi. Tashqari, naryoqdan eshikdan bir ayol qarayapti. O'rtada qo'g'irchoqlar, o'yinchoqlar pastda. Mana ayollar bolasiga qarab nimanidir gapiryapti. Paranji taqqan ayollar, hovuz o'rtada hovli, yashil daraxtlar. Pilla tayyorlash. Shu paytda ham o'ta muhim narsa bo'lgan. Ya pillami, ya paxtami? Paxta teruvchisi, paxta ekan bu. Pillami deb. Duxoliqovning uyida. Telefonda ko'rsang tirikdek ko'rinadi. Borasizlar. Hech haydab yurgan odamlar. Qo'y echki. Bolasini emizayotgan baxtiyor ona. Beshik, ikkita ayol naryoqda o'tiribdi. Bittasi keksaroq. Chala berayotgan boboy. Bobo. Qizini ikkita qizcha qarab turibdi. Sodda nigohlari bilan qarab turgan boboy, yosh bola va ikkita qizcha qaysidir qanaqadir bir rasmga tushayotgan odamga qaragandek qarab turgan o'ta sodda nigoh, shahar ko'rinishi. Lekin 45-yillardagi Samarqand ko'rinishi. Samarqand deyishning sabab bu endi Registondan. Timur maqsad chizilgan. Oxiri. Alisher Navoiy asaridan parchalar. Farhod va Shirin. Shirinni qarang qanday chiroyli qiz bo'lgan. Shirin chiroyli chizgan, lekin Farhodni qirg'izi shapkalari bilan chizgan. Demak, shunga asarda o'qigan odam o'qiganidan kelib chiqib shunday kiyimda bo'lgandir-da. Shundan keyin shunday chizilgan. Bekorga bunday kelmagandir. Farhod tog'da o'yib, men ketmani bilan suv chiqargan edi. Shirin qachon o'yib bo'lar ekan suv chiqarsa kelamakan deb kutib o'tib ketgan. Mana to'g'ri ketasiz. Aha. Yoqda bitta zal bor. Ichkariga yana kirsangiz yana bitta zal bor. Ana. Chiqishdan bo'ladi. Aha. Shunda chiqqanda graflarni ko'rib o'tasiz. Shuning uchun hozir to'g'ri ketgan. O'ng tomonga ketaymi? Rahmat opa. Mana bu yerdan boshlab keting. Kashtalarni ko'rsatib. Xo'p. Ana kashtalar ham ko'rinadi mana. Qadimiy kashtalar. Bog'dan qaytib kelganda bu tarafni ko'rsatasiz. Xo'p. Bu kartinada qarang, pilla. Pilla chiqaryapti. Pilladan ip qilayotganini Ha, ko'rsatgan. Kovalevskiy degan rassom ana Benkov ko'rdingizmi to'g'rida? Ha. O'sha Benkov nimasida bor shogirdi Kovalevskiy. Ha. O'sha Benkov degan odamni shogirdlari. Kovalevskiy, Timurov, yana Ahmedovlar Benkovning shogirdlari. Benkov ana u. Ayla o'tiribdi shu. Ana odamni o'zi Benkov, ha? bilan o'tirgan keyin mana bu yerda qarang, Kovalevskiy chizgan. Ustozim chizganda? Ustozini chizgan. Ha. Tushundim. Bu yoqqa kirishni qulflab qo'yibdi, lekin men bari derazadan bo'lsa suratga olaman. Mana bu nima? Bilganlar yozsin, yozib qo'yibdi, lekin kirishga eshikni qulflab qo'yibdi. Tamg'alab qo'ygan eshikni. Eshik tamg'alangan. Qulflab tashlangan. Bo'lim posh 19 oxiri. So'zanalar. Ayollarimiz ham san'atkor. Ayollarimiz ham san'atkor bo'lganda. Men endi sizlarga shunday o'tib unchalik ham batafsil bo'lmagan holatda shunday ko'rsatib o'taman so'zanalarni. Lekin go'zallikda tengi yo'q narsalar bor. Shamdon bu ham. Nafis qilib yasalgan. Gilam, bular endi oyoq tagiga to'shalgan gilamlar.
o'tirib choy ichadigan sandalli xona. Sandalli xona. Gap yo'q. Oyoqda stol tagida cho'qni atrofida shunday lattan to'shab odamlar o'tirishib choy ichishgan mana. Choynak piyola. Hoyil. O'zbekiston davlat va tarixiy madaniyat va tarix muzeyida bundan ortiq yana nimani ko'rasan? Mana shularni ko'rasan. Qadimiy idishlar, cho'lpilar, mana savatlar, cho'michlar даже. Va eng qizig'i ketdik ichkariga marhamat deb kirib ketaymi? O'tov. Ko'zmunchoqlar, shu paytlar ham bo'lgan. O'tovda kengayishlagan. Shu paytlardagi sumkachalar. Torba xalta deydi-yu. Ko'tar torba xaltang deganda. Opa, yaxshimisiz? Charchamang. Tuzumisiz? Bolasiga qarab o'tirgan ayol haykali. Tirik deb o'ylaysan-a? Beshikni qarab, yerda turibdi mana. Shu paytlardagi o'rtahol desamda boylarda yashash tuzumida bu. Qoyillik, milliylik. Joy namoz. Naqqana o'zi ham 1 metr, 1.20, 1.5 metrga 1 metr. Ana haqiqiy katta joy namoz ekan. Odamlar ham eri bo'lganmi deyman. Kashtachiliklardan parchalar. Qayerda? So'zanachilar, kashtachilar. Gilamlar mana. Juda murakkab naqshli gilamlar. Murakkab bezakli gilamlar. Mana kelin-kuyovlar stoshlar shu paytlarda. Kelin mana oddiygina mana adrast kiyib olishib, tutib boshda ro'mol. Kuyov bo'lmasa ham oyoqda massa. Kelinni ham oyog'ida kichkinagina bitta kojinni kanishga o'xshash narsa. Kuyov bo'lmasa oyoqda uzun etik kojinni. Chopon ana boylarda, shu paytlarda boylarning turmush qurishi mana shunday bo'lganda. Qoyil. Adrasli chopon, jun. Bu o'rta yoshli ayolning kiyinish ko'rinishi. Shu paytda qoraqalpoqlarning kiyinishi ekan. Yana o'rta xil odamlarni. Bular endi men to'ydan keyin kiyimlarda. Shuni deb o'yladim lekin. Chunki tushuncha yozilmagan pastda, yo'q hech narsa yozilmagan. Mana yosh kattaroq ayol kiyim bo'lish kerak bu. Mana shunisi. Mana yosh o'rtaroq. Mana. Bu yerda boboy bilan momoyni kiyimlar. Qani bolamga qani nima gap deb gapiradi-ku shular. Raqs kiyimi. Qandaydir bir. Buni kiyib olib raqsga tushishgan. Yaktak erkaklar ekan bu eng qizig'i mana. Shahrisabz. Shahrisabz Qashqadaryoga tegishli. An'anaviy bolalar liboslari. An'anaviy bolalar libosi. Poyabzallar eng qizig'i. O'sha zamon poyabzallari, naqshinkor boylarniki. Milliy kiyimlar.
Mana shu zamonlarning boylarning kelinchaklari, bolasi, ama kuyovda kiyimi. Tasavvur qilsangiz bo'ladi, boylardan o'sha paytlardagi qadimdagi boylar turmush qurishi chimildiq. Mana erkatoyi mana u. Kiyimlar yana arab yozuvi tushirilgan. Joma imom chaponi naqshli chokli qilib qavilgan atlas Samarqand 20-asrning birinchi yarmi. Imom xalati ekan bu. Qadimgi 20, endi qadimgi emas, mana shu 20-asr boshlari. İmomning xalati ekan. Mollani kiyimida, masjiddagi imomning kiyimi. Bu endi 20-asr boshidagi fotografiya rivojlanish davridagi fotografiyada tushirib qoldirilgan rasmlar. Poyona bezakli ixlos libosdagi boy ayol bolasi bilan Buxoro yoki Samarqand 19-asr bosh, 19-asr oxiri bezaklar tillaqosh, oyna zirak, marjon, nozagardon, ipak atlas ko'rinishdagi. Samarqandlik amaldor boy 1900-yil zarbof to'n boshida zarqalpoq va zar. Amaldor libosi boylar kiyimlarida endi bor. Ya bilmayman, endi inglizcha bilan so'radim. O'rta yoshdagi erkaklar va ayollar libosi. O'rta yoshdagi erkaklar va ayollar libosi. Men, это бум. Да. Материал. Французский. Да. Смотрели? Do'ppilarimiz. O qoyiri. Do'ppi yoshlarimizda. Milliy do'ppilar. Birinchi do'ppi. Qashqadaryo 21-asr boshi. Hozirgi do'ppilar. Milliyliklar. Hozirgi kundagi o'sha naqshlar o'zgargan. 2005 2000-yildan keyingi do'ppilar. Hozirgi kundagi milliy 20-asr boshidagi do'ppilarimiz. Surxondaryo viloyatining do'ppilari. 20-asr boshi do'ppilar. Sizlar bilan hozir video boshida mana shularni ko'rgan edik. Do'ppi Farg'ona, Qo'qon. Vodiycha do'ppilar. Jiyak erkaklar shimining bezagi. Samarqand 20-asr boshi. Shu yerda men sizlar bilan bugungi videoni, mana shu videoni shu yerda o'z yakuniga yetkazaman. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, sizga minnatdorman sizdan uchun. Bitta like o'rgilib ketsin sizga.